Ushbu shirinlikni tayyorlashga 1 soat vaqtim ketdi desam ishonasizmi? Hech qanday pechu duxovkalarsiz mazali tort tayyorlaymiz. Idishga tuxum, sut, shakar solib aralashtirib, kakao, razrixlitil unni solib aralashtirishda davom etamiz. Tayyor bo'lgan aralashmani 3 ga bo'lib olamiz. Tovani yog'lab, bitta idishdagi massamizni qo'yib, qopqoqni yopamiz. Past olovda 10 daqiqa davomida pishirib olamiz. Shunaqa yumshoq sochni chiqadi. Qolip yordamida chetlarini kesib olamiz. Krem uchun qaymoq, tvorojniy sir, shakar upasini aralashtirib, qattiqni krem hosil qilib, eritilgan shokoladni solib yana mikserlashda davom etamiz. Endi shirinligimizni ketma-ketlikda terib olamiz. Biskvit, krem, biskvit, krem, biskvit. Qolgan krem bilan chetlari tepa qismini tekizlab olib, qaymoq hamda shokoladni eritib, ganash tayyorlab olamiz. Yuqori qismidan quyib tekizlab chiqamiz. Video olayotganda yuzimni qaranglar-da, voy buni mayinligini deb o'rgan ekanman. Ha, 1 soatda shunaqa mazali yumshoqqina tortimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Bu somsa retseptini soat tungi 11 da nimaga joylaganimni hozir bilib olasizlar. Chunki bunaqa zo'r retseptni Tesla bilan bo'lishmasam bo'lmasdi. Ertalabgacha toqat qila olmadim. Sutga tuz, eritilgan margarin, un solib qattiqni xamir qilib, tingan xamirimizni yupqa qilib yoyib, xona haroratida eritilgan margarinni surib oldim va o'rab 1 soatga xolodilnikka qo'ydim. Piyolalarga avval dumba, mayda to'g'ralgan piyoz, mayda kubik qilib to'g'ralgan piyoz, tuz, murch, ziralangan go'sht, yanada sochni bo'lishi uchun pomidor hamda bolgarskiylarni joylab oldim. Bu orada biroz qotgan xamirlarimizni kesib olamiz. Somsa turmush o'rtoqlarimizga yanada yoqishi uchun bir bo'lakdan qazdan ham solamiz. Biroz qotgan somsa xamiri bilan ishlash oson bo'ladi. Zuvalachalarimizni juva yordamida yoyib olamiz. Yoyib olgan xamirni piyolaga qopqoq qilib yopib, chetlarini yopishtirib olamiz. 180 gradusda 45 daqiqa davomida pishirib olamiz. Somsa xamir ustiga hech narsa surmang. Shunda usti tez qizarmasdan, ichlari xil bo'lib yaxshigina pishib oladi. Sho'rvadek sochning somsa tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Nonushta retseptlari endi lentada ko'p bo'ladi, chunki maktab mavsumi. Hamma onajonlar har kuni farzandlariga nima tayyorlab bersam ekan deb boshi qotishi aniq. Katta o'g'limni yaxshi ko'rib yeydigan nonushtasi. Ushbu nonushtani shunaqa yaxshi ko'radiki, har kun yotishdan oldin "Oyijon, uyda toster noni bormi, yo'qmi?" deb so'rab keyin yotadi. Tovaga ozroq sariyog' solib, bitta tuxumni chaqib aralashtirib, toster nonlarini o'rtasidan kesib joylab, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib qo'yib, sir solamiz. Sochni bo'lishi uchun ketchuplardan surib, uyingizda borni, sosiska, kolbasa, manda indiyka solishingiz mumkin. Salat bargini joylab, o'rtasidan 2 ga buklaymiz. Tovaga yana ozroq sariyog' bo'lagidan solib, ikkala tarafini qizargunicha qovurib olamiz. Bu mazali nonushtani maktabga berib borsanglar ham bo'ladi. Retsept tayyor, yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Assalomu alaykum muslimalarim. Ushbu noodatiy shirinlik sizga yoqishi aniq. Ishni kakaoli bilinchlik tayyorlashdan boshlaymiz. Idishga tuxum, shakar, sut, un, kakao, o'simlik yog'i solib yaxshilab aralashtirib, bilinchik massasini tayyorlab olamiz va tovada pishirib olamiz. Bu orada jelatinimizni suvga bo'ktirib, bulum tayyorlab olamiz. Malina, qulupnoy, shaftolidan foydalandim. Siz bor mevalaringizdan foydalanishingiz mumkin. Pishib sovigan bilinchiklarni chuqurroq idishga joylab olamiz. Qaymoq, tvorojniy sir, shakar upasi, krem tayyorlab olamiz. Qotib turgan jelatinni eritib, krem ustidan solib, yana mikserlab olamiz. Qolip kerak bo'ladi. Qolipga bitta bilinchikni yoyib, qolganini xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib mevalar bilan to'ldirib, tugunchalarni tayyorlab olamiz. Tugunchalarimizni ehtiyotkorlik bilan qolipimizga joylab olamiz. Men 7 ta tuguncha tayyorlab oldim. Joylab bo'lgach, qolgan mevalarimizni solib, ustidan qolgan kremni solib tekislaymiz. Bitta bilinchik xamirni yoyib 4 soatga muzlatgichga yuboramiz. Qaymoq hamda shokoladni eritib, ganash tayyorlab olamiz. Qotgan shirinligimizni qolipdan yechib, ustidan ganajimizni qo'yamiz. Tekislab, tabga ko'ra bezatib olamiz. Shirinligimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. 5 daqiqada duxovkasi tayyorlanadigan shirinlik retsepti. Idishga sut, shakar solib aralashtiramiz. Olovni pastroq qilib yoqib, kakao solib aralashtirishda davom etamiz. Kakaoli massamiz qaynab, biroz quyilgandan keyin margarin yoki sariyog'ni solamiz. Olovni o'chiramiz, issig'ida erib oladi. Idishga pechenyeni solib, maydalab olamiz va massamizni quyib, yaxshilab aralashtiramiz. Qolip kerak bo'ladi. Uyda bor qolipdan foydalansanglar bo'ladi. Menda silikon qolip. Massamizni solib presslab, ustiga pechenkalarimizni terib chiqamiz. 1 soat davomida muzlatgichda ushlab, qolipdan ko'chirib olamiz. Qaymoq hamda shokoladni eritib, ganash tayyorlab olamiz. Shirinligimiz ustidan ganajimizni bir tekis qilib qo'yib, birozdan keyin kesib, dasturxonga tortamiz. Hech qanday qiyinchiliklarsiz mazali shirinligimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang.
Maktab mavsumida farzandlarimiz uchun mini pitsa retseptini oldim. Mazasi zo'rligidan o'zim 4 tasini yeb oldim. Eng oson usulda retseptni tayyorlaymiz. 1 qoshiq droji, 1 qoshiq shakar, 200 gramm iliq sut, 4 qoshiq o'simlik yog'i aralashtirib un solib xamir qoramiz. Tayyor xamirni issiqroq joyda yarim soat davomida oshirib olamiz. Xamirni 12 ta bir xil zuvalaga bo'lib, avval sutga, keyin kunjutga belab olamiz. Nachinkasi uchun esa uyda bor masalliqlardan foydalaning. O'zimga esa ko'proq kopchonli kolbasa hamda sirli pitsa yoqadi. Xamir o'rta qismiga stakan bilan chuqurcha qilib vilka bilan chekib olamiz. Sochni bo'lish uchun ozroq ketchup solamiz. Ketma-ketlikda hamma masalliqlarni joylab olamiz. Manda kopchonli kolbasa To'xtanyoz ota brendidan. Iste'mol qilayotgan luqmangiz halol bo'lishiga e'tiborli bo'ling. 180 gradusda qizib turgan pechda qizargunicha pishirib olamiz. Xamirlari vazdushniy, o'zi esa sochniy bo'lib chiqadigan mini pizzalarimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Ortiqcha maqtovlarga hojat yo'q, o'zingiz ko'rib baho bering. Mayin, yumshoqqina hammabob kotlet. Ishni buxankani sutga bo'ktirishdan boshlaymiz. Tovuq filesini yuvib to'g'rab olamiz. 500 gramm tovuq uchun bitta katta piyoz, bitta kartoshka. To'g'rab olgan masalliqlarimizni go'sht qiymalagichdan o'tkazamiz. Tovuq filesi, sutga bo'ktirilgan buxanka, piyoz, chesnok solishni unutmang. Kartoshka hammasini chiqarib bo'lib aralashtiramiz. Yanada yumshoq, mayin bo'lishi uchun ikkinchi marta ham go'sht qiymalagichdan o'tkazishni unutmang. Paprika, tuz, murch, tuxumni solib yaxshilab aralashtiramiz. Sovaga yog' solib biroz qizigach, qo'llarimizni ho'llab kotletlarimizga forma beramiz. Kotlet massasi qanchalik suyuq bo'lsa, shunchalik mayin va ishib chiqadi. Ikkala tarafini tillarang bo'lguncha qizartirib olamiz. Boshqa idishga kotletlarni terib, qovurgan yog'imizdan birozgina quyamiz. Ketchup ustiga suv solib aralashtirib kotlet ustidan quyib, 20 daqiqa dimlab qo'yamiz. To'yimli va mazali kotletimiz tayyor bo'ldi. Duo qilishni unutmang. Shokoladni yaxshi ko'radiganlar uchun shokoladga to'yingan shirinlik retsepti bilan bo'lishaman. Tuxumni chaqib, oqidan sariqni ajratib olamiz va videoda ko'rsatilgandek qilib aralashtirib olamiz. Vavel brendi kakaosi 100% tabiiy, ortiqcha bo'yoqlarsiz tayyorlanadi. Yoqimli hidi butun xonani tutadi. Kakao razrihli unni elakdan o'tkazib solib, lopatka yordamida ko'tarib aralashtiramiz. Qolip yoki gaz listiga solib tekislab pishirib olamiz. Eng mazali shokoladli cheese krem tayyorlaymiz. Qaymoq, shakar upasi, tvorojniy sirni solib ko'pirtirib, Vavel sutli shokoladni eritib solamiz. Mikserlab aralashtirib olamiz. Sovigan biskvitni o'rtasidan bo'lib kofeli suv bilan propetka qilib kremni tekislab olamiz. Biskvitni yarmini ustidan qo'yib, yana propetka qilib krem yordamida tekislab olamiz. Ganaj uchun shokolad hamda qaymoqni birgalikda eritib olamiz. Shirinligimiz ustidan qo'yib tekislaymiz. Xohishga ko'ra tort yoki pirojniy ko'rinishda bezatib olamiz. Katta yu kichikka birdek yoqadigan shokoladga to'yingan shirinligimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Inson tabiatdan shunday yaralganki, u bir xillikdan zerikadi. Shunda u beixtiyor yuragini yozib g'am tashvishlardan yiroqlashni istab qoladi. Bunday holat hammada bo'ladi. Shu vaqtda boray deb hech yo'g'i uydan chiqing. Shahardan tashqariga keting imkon bo'lsa. Chunki har qanday safar qalbdan g'amni aritadi. O'y, fikrlar yangilanadi. Tabiat in'omlariga nazar soling. Ne'matlarni his qiling. Ularni shukrini dildan his qiling. Tog'lar bag'rida yaxshi ko'rgan taomlaringizni o'z qo'llaringiz bilan tayyorlang. Muhimi, jarayonni o'zidan rohatlaning. Har lahza bebahodir. Va asosiysi, hech narsaga hayot-mamot darajasida yopishmang. Boringiz haqida ko'proq o'ylang. Shunda albatta yo'g'ingizni o'rni o'zi to'ladi. Unutmang, siz hazrati insonsiz. Tabiatni har bir in'omi siz va biz uchun yaratgan tomonidan berilgan ne'matdir. Pankek retseptlari turma xil. Eng ishonchli retsept bilan bo'lishaman. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling. Maktab mavsumi yaqin. Idishga shakar, tuxum, o'simlik yog'i, saryog', sut solib aralashtirib olamiz. Aralashmamiz ustidan un, razrihli sil solib
mayin bo'lgunicha yaxshilab aralashtirib olamiz. Pankek razmeri bir xil chiqishi uchun ushbu idishdan olinglar, juda ham qulay, narxi ham arzon, 5000 so'm turadi. Yog'siz tavamizga pankeklarimizni bir xil razmerda qilib quyib olamiz. Olovni baland qilib yubormang, orqa tarafini o'giramiz. Bitada o'xshab chiqadigan, ishonchli retseptda tayyorlangan pankekimiz tayyor. Retseptda ishlatgan barcha chiroyli posudalarimni Ayla Posuda do'konidan oldim. Avgust oyining oxirida baqlajonlar yetilib pishadi, ammo urug'i katta, bemazalari ko'payib ketadi. Shuning uchun quyruqdek mazali dumaloq baqlajon ishlatishingizni tavsiya qilaman. Idishga tuxum, suv, tuz, un, kraxmal solib aralashtirib, klyar tayyorlab, to'g'ralgan baqlajonlarimizni aralashtirib olamiz. Tovaga yog' solib biroz qizigach, baqlajonlarni klyardan olib, baton talqonaga belab, ikkala tarafini pishgunicha qizartirib qovurib olamiz. Salatimizni terishni boshlasak ham bo'ladi. Foydali ko'katlarimizdan iceberg salat bargi, pomidor cherryni o'rtasidan bo'lib solib, qasir-qusur baqlajonlarni ustidan terib olamiz. Yanada mazali bo'lishi uchun tvorojniy sirni bo'laklaridan qo'yib chiqamiz. Salatlarning yuragi bu sous. Aroydan ayamay solamiz. Salat tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Cheesecake turlari juda ham ko'p. Duxovkada tayyorlanadigan jelatinsiz eng mazali Rafael cheesecake retsepti bilan bo'lishaman. Siz yeb ko'rgan cheesecaklar orasida eng mazalisi bo'lishiga ishonaman. Chopper yordamida pechenkamizni madalab olamiz. Bodom uni, xona harorati eritilgan margarin yoki saryoni solib aralashtirib, qolipimizga chetlarini ko'tarib, tekislab chiqamiz. Kremli qismiga o'tamiz. Qaymoq, tvorojniy sir labni, kokos qirindisi, shakar, tuxum solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Kremli massamizni tekislangan ko'sh ustidan quyib, duxovka pechiga 1 soatga pishirish uchun yuboramiz. Cheesecake shunaqa yumshoqroq ko'rinishda bo'ladi. Biroz sovigach 4-5 soatga muzlatgichga qo'yamiz. Sovigan cheescakeimiz ustiga qaymoq va oq shokoladdan tayyorlangan ganajimizni quyamiz. Tayyorlagan cheescakeimiz Rafaela cheesecake bo'lganligi sababli bezaklar uchun Rafaela shirinligidan foydalanamiz. Retseptni dodasi, retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang.